Mustaqillik avvalo inson qadri, yurt obodligi va xalq farovonligi demak. Ellikqal'a tumanining Olis Chuqurko'k ovulida tashkil etilgan tadbirlarda ham ana shu tamoyil o'z ifodasini topdi. Ellikqal'a tuman hokimi Valijon Batirbayevich Niyazimbetov korxona va tashkilotlar rahbarlari hamkorligida ovul ahli bilan uchrashib, ularning murojaat va takliflarini tingladi. Tashrif davomida aholi uchun zarur shart-sharoitlarni yaxshilash, ijtimoiy masalalarni hal etish va yoshlarga e'tibor masalalariga alohida urg'u berildi. Tadbirkorlar ishtirokida oziq-ovqat mahsulotlari bayram yarmarkasi tashkil qilinib, aholiga zarur mahsulotlarni xarid qilish uchun qulay sharoit yaratildi. Yaqinlashib kelayotgan yangi o'quv yili munosabati bilan esa maktab bozori tashkil etildi. Unda o'quvchilar uchun zarur o'quv qurollari va anjomlar namoyish etildi. Tashrifning eng quvonchli lahzalari Chuqurko'k ovulidagi 33-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida davom etdi. Tuman hokimi maktab jamoasi bilan muloqot qilib, o'quvchilarning ta'lim olishi uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Bayram arafasida o'quvchilarga prezident sovg'alari topshirildi. Hudud aholisining kundalik ehtiyojlarini ta'minlash, ayniqsa ichimlik suvi masalasini barqaror hal etish ham e'tibor markazida bo'ldi. Tuman hokimi Chuqurko'k ovuli aholisini ichimlik suvi bilan ta'minlovchi Ekos nasos stansiyasi faoliyati bilan ham tanishdi. Mas'ullar bilan muloqotda aholini sifatli va uzluksiz ichimlik suvi bilan ta'minlash, mavjud muammolarni bartaraf etish hamda tizimni yanada yaxshilash masalalari muhokama qilindi. Tashrif davomida ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar holidan ham xabar olindi. Xonadonlarda bo'lib, ularning ehtiyojlari va muammolari o'rganildi. Tadbir doirasida aholi salomatligi ham e'tibordan chetda qolmadi. Ovulda tibbiy ko'rik tashkil qilinib, fuqarolarga shifokorlar tomonidan zarur maslahat va tavsiyalar berildi. Tashrifning muhim qismi tuman hokimining sayyor qabuli bo'ldi. Unda ovul ahli o'zlarini qiynayotgan masalalar yuzasidan to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Murojaatlar asosan infratuzilma, ijtimoiy himoya va boshqa maishiy masalalarga taalluqli bo'ldi. Har bir murojaat mas'ullar ishtirokida o'rganilib, ularni hal etish bo'yicha tegishli choralar belgilandi. Chuqurko'k ovulidagi bu kabi tadbirlar Mustaqillik bayramini aholi bilan birga nishonlash, olis hududlardagi muammolarni joyiga chiqqan holda o'rganish va xalq bilan ochiq muloqotni ta'minlashga xizmat qilmoqda.